Savdo-sanoat palatasining Sirdaryo viloyati boshqarmasida hududdagi soliq xizmati organlari xodimlarining sohaga oid bilim va ko'nikmalarini oshirish, qonunchilikdagi so'nggi yangiliklardan xabardor etish maqsadida amaliy seminar o'tkazildi. Soliq qonunchiligidagi yangiliklarni o'zida mujassam etgan seminar tafsiloti hozirgi lavhamizga mavzu bo'ldi. Soliq ma'murchiligini soddalashtirish, sohada korrupsiyaviy omillarga chek qo'yish hamda tekshiruvchi emas, ko'makchi tamoyili asosida tadbirkorlik subyektlari bilan ishlashning yangi tizimini yanada mustahkamlashga qaratilgan jarayonga 300 nafardan ziyod xodimlar qamrab olindi. Ma'lumki, yurtimizda soliq tizimini takomillashtirish, tadbirkorlik subyektlari uchun yanada qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish hamda soliq ma'murchiligini zamonaviy talablar asosida tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada qabul qilinayotgan yangi normativ-huquqiy hujjatlar va amaliy mexanizmlarni joylarda samarali tatbiq etish esa mutaxassislarning bilim va malakasini muntazam oshirib borishni talab etadi. Seminar davomida soliq qonunchiligiga kiritilgan so'nggi o'zgartirish va qo'shimchalar, soliq ma'murchiligini raqamlashtirish, elektron xizmatlardan samarali foydalanish, soliq to'lovchilar bilan ishlash madaniyatini yanada oshirish hamda tadbirkorlar murojaatlarini tezkor ko'rib chiqish masalalari yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Bugungi o'tkazilayotgan seminarimizda muhtaram prezidentimizning farmonlari bo'yicha soliq qonunchiligida tatbiq etilgan yangi o'zgarishlar, yengilliklar, umuman olganda aytish mumkinki, islohotlarning mana shu navbatdagi bosqichida mana shu soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan bevosita ishlashlarida, bevosita munosabatlarida mana shu qonunchilikda to'liq o'z vaqtida bajarilishi hamda bu borada mana shu soliq to'lovchilar bilan bevosita ishlayotganda ularni demak burchlari hamda ularni tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan demak ishlarni to'liq tushuntirilishi, olib borilishida mana shu o'tkazilayotgan seminarning ahamiyati juda ham katta. So'zga chiqqanlar tomonidan qonunchilikdagi yangiliklarning amaliyotdagi ahamiyati misollar orqali tushuntirilib, ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar berildi. Bu esa xodimlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlash, xizmat faoliyatida yagona yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Sirdaryolik soliq xodimlari o'z kundalik faoliyatlarida duch kelayotgan amaliy masalalar, tizim dasturlarini yanada takomillashtirish va soliq kodeksi normalarini qo'llash yuzasidan bir qator dolzarb taklif va mulohazalarni o'rtaga tashladilar. Ahamiyatlisi xodimlar tomonidan bildirilgan ayrim takliflarning dolzarbligi va tizim rivoji uchun muhimligi inobatga olinib, respublika miqyosida ko'rib chiqilishi belgilandi. Bu kabi amaliy seminarlar soliq organlari xodimlarining malakasini oshirish bilan birga markaz va hududlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqani ta'minlash va qonunchilikni hayot talablariga moslashtirishda muhim ko'prik vazifasini o'taydi.